Yengil ammo jiddiy obrazimizni ko'rib chiqamiz. Aralashma zig'ir, ya'ni lyon grech rangida, baland bel va yon regulyatorli shimdan boshlaymiz. Keyin esa Imperial Ink naqshli pin yoqali Winchester ko'ylagini kiyib olamiz. Aksessuarlardan ko'ylak fransuz manjeti uchun zaponka va kumushrang bulavka. Va albatta, mana shunday Heritage galstukimiz bilan obrazimizni to'ldirib olamiz. Pin yoqada bulavka galstuk tagidan o'tib, uni biroz ko'tarib oladi. Ko'rganingizdek, bu obrazni o'ta formal va juda elegant qiladi. Bunday jiddiy ko'ylak albatta pidjaksiz kiyilmaydi. Shu sababli tilla rang tugmali Lyon blazerini kiyib olamiz. Blazer astar, ya'ni podkladsiz ishlangan. Shu sabab juda yengil va shu bilan birga juda qomatli ko'rinadi. Albatta, bu obraz uchun oq ro'molchani esdan chiqarmaymiz. Uni TV Fold, ya'ni prezidentskiy qilib taxlab olamiz. Obrazni yanada boyitish uchun Patek Philippe soati va soat kamariga mos rangda zamsh espadrilyalar tanlaymiz. Obraz formallik darajasi baland bo'lgani hisobiga to'q ko'k baland paypoqlarni tanladik. Savrano.